Ya, ukamni pochkasini sotsam iPhone bo'lar ekan. Labay. Choynak sizga o'xshab qolibdi. Ya, nega? Taqir-tuqur qilyapti, lekin ishlamayapti. Endi senga o'xshagan rangi chiqmay qolgan choy icharkanmiz-da. Baribir yaxshi choynak edi-da. Aytishadi-ku, yomonga o'lim yo'q deb. Mana bu ham ketdi. Lekin siz hali ham yotibsiz. Ukajonim, sifatli narsa uzoq yashab beradi. O'zingga o'xshagan nimchonda olmaganingda baquvvat choynagimiz bo'lardi. Yaxshi narsani arzonga olib bo'lmaydi deyshadi. Lekin men buyuk iqtisodchi Abdumalikman. Hozir arzonga zo'rini sotib olaman. Sen iqtisodchi emas, firibgarlikning buyuk misli ko'rilmagan qurboni bo'lish bo'yicha chempionsan. Qani bir xarajat qilsangiz qilibsiz. Qayerdan olmoqchisiz? Menmi? Texnikov saytidan. Faqat original